aniq bilaman, siz ham oshxonangizda xuddi shunaqa muammo bor. Qarang, idish tovoqlarning bardak bo'lib yotishini mana. Taxlanmagan, ustlari mana ochiq. Xuddi shu muammoga bitta zo'r yechim olib keldik. Mana Vijno sushilka, tepadan pastga tushadigan sushilka. Mana tushirish davomini bitta ko'rsatay. Juda ko'pchilikning xonadonida xuddi mana shunaqa sushilkadan foydalanishadi. Bu bo'y past ayollarimiz uchun juda ham noqulaylik tug'diradi. Masalan, idishlarni yuvib qo'yayotganda suv oqib ketib qolishi bor, bo'yini tepa tomonga qo'ya olmasligi bor. Mana shu muammolarni hammasini bitta sushilka bilan hal qilsak bo'ladi. Bitta ruchkasini ushlab pastga tortsangiz mana полностью oldingizga kelib tushadi. Shuncha mana piyolaga joy, chinniga joy, tarelkalarga joy. Mana shuncha narsa sig'ib ketyapti. Mana shuncha joy bor yana. Agar mabodo to'ldirganingizdan keyin kuchingiz yetmay qolishi mumkin. Kuchingiz yetmagan taqdirda bitta knopkalari bor. Knopkalarni bitta bosasiz. Bu tomonda ham yana bitta knopkasi bor. Knopkasini bossangiz, kuch ko'payib, bemalol tepaga ko'tarib olib ketaveradi mana. Bularda 4 xil razmeri bor. 60, 70, 80, 90 razmerlari bo'ladi. Kimga narx qiziq bo'lsa, narx deb yozinglar. Lichkalangan narxni tashab beramiz. O'zbekiston bo'yicha любой joyga dastavka qilib beraveramiz bemalol. Shu va shunga o'xshagan